Hammaga salom, singilchalarim, opalarim, balkida ukalarim ham bordir. Xush kelibsiz kanalimga. Men Sevara. Bu videoni boshlamasdan oldin kanalimga kesin обязательно obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozib qoldiring. Do'stlar, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demakki bu sizning znak, bu sizning znak. Bu sizning belgingiz, belgi. Вот. Shunaqa mavzu. Bu videoni men kesmayman, hech kesmayman chunki men leniviyman chunki erinaman, erinaman. Kesmayman. Shunaqa qolsin. Qanday bo'lsa shunaqa qolsin. Bugun maqsad qo'yib, maqsadga yetolmaslik muammosini yengish haqida gaplashamiz. O'tmishda deylim, necha yoshdim? 16-15 yoshlarimda men qanaqadir orzu havaslarim bo'lardi. Hozirgacha bor, lekin u orzu havaslar faqat orzu havasdi. Ya'ni, men masalan Koreyaga ketib o'qiyman yoki aktrisa bo'laman yoki bilmasam qo'shiqchi bo'laman degan xayollar bordi, lekin to'g'ri, xayol qilish kerak. Lekin xayol qilganingizda, ya'ni orzu qilganingizda, maqsad qo'yganingizda siz reja tuzmasangiz, bu eng katta xato bo'ladi. Va ana shu eng katta xato. Har hangi любой orzu, maqsadda, xayolda reja bo'lish kerak. O'shandagina siz maqsadingizga yeta olasiz. Xoch katta bo'lsin bu maqsad, farqi yo'q, kichkinami, kattami. Любой maqsadga reja qo'ysa bo'ladi. Masalan, siz Amerikaga ketib yashamoqchisiz, lekin nimadan boshlash bilmaysiz. Tabiiyki, eng osonlari bu til o'rganish, tam studentcheskiy viza bilan ketish, ish topish, yerdan shunaqa plan yozishingiz kerak. Bu plan nechadir yilga cho'zilishi mumkin. Ya'ni katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin, lekin har hangi o'zbekchasi mayda любой maqsadga yetish uchun reja kerakdir. Va katta maqsadlar qo'yishdan qo'rqmanglar. Bu sizni masshtabingizni ko'rsatadi. Ya'ni ambitsiyalaringizni ko'rsatadi. Ya'ni kimdir uchun kichkina maqsadlar qo'yib yashash bu normalni. Masalan, araba saviyasigacha, deylik, mashin olish saviyasigacha, uy olish saviyasigacha. Kimdir uchun esa New Yorkni hokimi bo'lish saviyasigacha masalan maqsadlar qo'yadi ba'zi insonlar. Bunaqa maqsadlar qo'yishdan qo'rqmanglar do'stlar, chunki bu normal va bunga erishish mumkin. Hammasi mumkin. Dunyoda hammasi mumkin. Faqat yashayapsizmi? Demakki hammasi mumkin. Allohga oson. Allohga oson. Va reja qo'yishni unutmanglar. Do'stlar, reja qo'yayotganingizda birinchi nima qilamiz? Birinchi biz bu maqsad nimaligini tushunib yetishimiz kerak. Bu maqsad nima? Birinchi tushunib yetishingiz kerak. Sizni maqsadingizmi? Rostdan ham bu sizni maqsadingizmi? Uni yozganingizdan keyin bu maqsad siz uchun nimaga kerak? Ya'ni bu maqsadning sabablari. Masalan, boyib ketish uchun, ingliz tilini o'rganish uchun, bilmam, sevgilimni topish uchun, dunyo ko'rish uchun. Farqi yo'q. Sababini bilishingiz kerak. Chunki bizani stimulimizni ko'taradigan narsa bu sabab. Sababini bilsangiz, o'shandagina bu nima desam, motivatsiya emasda stimulga keladi. Motivatsiya bir kun tushib ketadigan narsa, ya'ni har doim bir saviyada turmaydi. Yani bir kun bor, bir kun yo'q. Stimulda siz bitta saviyada keta olsangiz bo'ladi. Shuning uchun sababini bilishingiz kerak. Nimaga yaraydi, nima uchun sizga bu hayotingizga kerakdir. Va uchinchisi biza tushunganimizdan keyin, ya'ni biza miyamizni tayyorlab boramiz.
Qaranglar, biz bu maqsadga miyamizni tayyorlab boramiz. Farqi yo'q. Любой maqsad bo'lsa ham. Farqi yo'q, siz voy men buni qila olmasamchi deb o'ylasangiz ham, prosta ilk qadamni bosishingiz kerak. Ya'ni ilk qadam nima? Bu plan qilish, reja qilish hech bo'lmasa. Вот. Keyin biz rejaga o'tamiz. Sababini bildik, bu maqsadni bildik. Endi rejaga o'tamiz. Ilk önce birinchi bo'lib qaraymiz. Ya'ni qancha vaqtda biz bu maqsadga yeta olamiz. Ya'ni biz o'zimizga deadline qo'yamiz. 5 yilmi, 3 yil, balki 1 yil maqsad qo'yamiz. Nechadir yillik maqsad. Birinchi yillik qo'yamiz. Agar 3-4 yil, 5 yil bo'lsa, biz har bitta yilga aniq maqsadni qo'yib chiqamiz. Masalan, deylik, angliskini olamiz. 3 yil deylik. 3 yil ichida men angliska o'rganmoqchiman desanglar, agar diyelimki 1 yil ichida B1 bilan B2, 3-yilda esa C1 IELTS. IELTS olish. Bu kichkina bunaqa o'rnak. Keyin 1 yillik maqsad qo'yasizlar. Ya'ni 1 yil ichida men qanaqa saviyaga kelishim kerak. Ya'ni nuqta A, nuqta B, точка A va точка B. Точка A masalan, inglizchani umuman bilmayman, ya'ni inglizcham 0. Точка B esa inglizcham C1 saviyasiga kelish kerak 3 yil ichida. 1 yil ichida esa inglizcham A2 darajasiga kelish kerak deydi. Keyin shu maqsadni inobatga olib, biza oyma-oy maqsad qo'yib chiqamiz. Ingliz tili bilan aloqali bo'lsa agar maqsad, oyma-oy buni bo'lib chiqamiz. Ya'ni diyelimki oyda necha kun dars qilaman. Haftada 2 kun bo'lsa, 8 kun. Oyda 8 kun dars qilaman. 8 mida? Bilmasam. Keyin siz haftaga ko'chirasizlar buni, ya'ni haftama-hafta reja qilib chiqishlaringiz kerak. Uje masalan haftada 2 kun dars qilaman. Qaysi kun? Raspисание yozasiz hammani sizlarga. Masalan, o'rnak ko'rsataman. Qaranglar, mana bu yerda mening anavim turibdi, raspisaniyam. U yerda mana bu yerda haftalik, pastda kunlik zadanyalarim, ya'ni kunliklarim привычка bo'lgan. Mana qog'oz esa, mana bu qog'ozda bu 90 kunlik rejam. Ya'ni 90 kunlik rejamni bu shuni yozganman. Haftaga bo'lib chiqasizlar. Ya'ni qaysi kun ingliz tili bilan shug'ullanasizlar yoki maqsadingizga ko'ra qaysi kun ingliz tili bilan shug'ullanasizlar. Keyin esa kunlarga o'tamiz. Kunlarda uje biza har kun yozib chiqishimiz kerak. Kunlik rejalarimni Google kalendarda qilaman. Hatto namozgacha hammasi yozilgan. Uyqu vaqtigacha, namozgacha, turish vaqtigacha hammasi yozilgan. Va maqsadlarimdan birisiga qanday yetishganimni hozir aytib beraman. Bu uchun men challenge ishlatganman. Va tabiiyki ilk boshda men plan qilganman. Sizlarga hozir aytib bergan planimni qilganman, yozganman hammasini va hatto vizualizatsiya qilish uchun, manifest qilish uchun men detalni hammasini yozib chiqganman. Qanaqa bo'lishini, qanday odamlar reagировать qilishini и так далее. Va hozir esa shunaqa natija bor. Ko'p emas, lekin men bunaqa natijaga kelaman deb o'ylamagandim hatto o'shanda, chunki 1000 ta podpischik yig'ish ham men uchun qiyin bo'lgan o'sha zamonlarda, 16-17 yoshimda. Va hozir challenge-ni aytib beraman. Challenge-da qanday bo'lgan? O'rnak emas, lekin haqiqatdan ham shunaqa challenge qilganman. Oyda har kun 3 tadan video qilishim kerak edi. Shunaqa challenge bo'lgan. Va bu challenge-da men ko'rganman, nima ishlaydi, nima ishlamaydi. Ba'zi videolar yo'q. Hammasi rekka chiqmagandi. Ya'ni men xohlagan natijaga olib kelmagan. Va demakki taktikani o'zgartirish degan fikr kelgan. O'zgartirish kerak. Nimadir ishlamayaptimi? Biz buni o'zgartiramiz. Men video formatlarimni o'zgartirdim. Va siz ham shu narsani qilishingiz mumkin. Videoda emas, boshqa narsada. Masalan, angliskini o'rganishda siz chot o'rgana olmayapsiz yoki effektivniy emas, siz taktikangizni o'zgartirasiz.
tam analiz qilib, конечно же, qaysi tam sferada passivsiz deylik, speakingmi yoki readingmi, qaysidan улучшить qilishingiz kerak, bunga qarab o'zgartirasiz taktikangizni yoki sistemani. Shundoq. Va katta orzu hayol qilishdan qo'rqmanglar, katta maqsadlar qo'yishdan qo'rqmanglar, chunki biz bir marta yashaymiz va bir kun emas, bir kun o'lib ketamiz. Shu uchun qo'rqmanglar. Va eng katta xatoyimiz maqsad qo'yishda bu plan qilmaslik. Hech bo'lmasa plan qilganlaringizda уже miya shunaqa bilmasam neyronные связи bo'ladi, paydo bo'la boshlaydi, что уже kelajakda asta-asta siz yo'llarni ko'ra boshlaysizlar. Hatto balkida Alloh sizga sizni yo'lingizni ochib beradi. Shuning uchun qo'rqmanglar. Va bu sizning belgingizdir. Mayli. Do'stlar, kanalimga obuna bo'ling, like qo'ying, kommentariy qo'ying va sizlar qanaqa sistemalarni qo'llanasizlar, bularni ham yozib chiqing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like qo'yish esidan chiqmasin, hech bo'lmasa podpiska. Chunki men xursand bo'laman. Bu motivatsiya bo'ladi menga. Challenge'im, значит, behuda ketmayapti. Meni kuchlarim, energiyam behuda ketmayotganligini tushunib yetaman. Shuning uchun katta rahmat. Tomosha qilganlaringiz uchun shu vaqtgacha va ko'rishguncha xayr. Пока-пока.